Keyingi usulimiz child, ya'ni farzand. O'ylashingiz mumkin, IT da farzand degan narsa nima bo'ladi? Bu yerda misol uchun mana bu div boximiz, bu yerda ota bo'ladigan bo'lsa, bunga direct childlar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri farzandlar age3, unordered list, age3 ordered listlar hisoblanadi. Bu yerdagi list itemlar bular nabira hisoblanadi. Xuddi o'zimizning kundalik hayotimizga o'xshagan ota, farzand, nabira. Xuddi mana shunga o'xshagan bo'ladi. Bu yerda biz child, ya'ni direct childlarga uslub berayotgan bo'lsak, bunda qanday qilib foydalanamiz? Misol uchun mana bu yerda div boximiz bor. Div boximizdagi direct childlar bular h3lar. Misol uchun yoki unordered list, ordered listlar. Kelinglar, yaxshisi div boximizga direct child bo'lgan mana bu h3larga, misol uchun div boximizga direct child bo'lgan, bunda direct child usuldan foydalanishda mana bu matematikadagi kattalik belgisidan foydalanamiz. Bu ingliz tilida arrow brackets ham hisob deyiladi. Mana shulardan foydalanamiz. Ya'ni bu haligi arrow, nayza, kamonda uchiga o'xshagan qavslar bo'lganligi uchun arrow brackets deyiladi. Xo'p, bundan foydalanamiz. Kelinglar, yaxshisi biz h3 ni orqa fonlariga, mana shu 2 h3 ni orqa foniga nima beramiz? Bu yerda biz bularga background colorga, kelinglar, yaxshisi aquamarine ni beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu 2 h3 ni ikkovsiga ham aquamarine berildi. Bu yerda divdan to'g'ridan to'g'ri h3 qilib foydalanganimiz holatda divning ichidagi h3larga. Tasavvur qiling, bu yerda divdan tashqarida ham h3lar bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun kelinglar, bu yerga yana yozamiz. Misol uchun h3. Xo'p, bu yerda qo'shimcha deydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bu h3 ga nisbatan hech qanday orqa fon berilmadi. Sababi bu divni, mana bu uslub, mana bu bezak mana shu divni ichida bo'lgan, to'g'ridan to'g'ri farzand bo'lgan h3larga nisbatan beriladi.